Assalomu alaykum aziz muxlislar, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida Evrika Intellektual shousining navbatdagi soni efirda. Ko'rsatuvimizda bugun O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti talabalari ishtirok etishadi. Birgalikda ular orasidan g'olibni aniqlaymiz. Demak, bizda qoling. Albatta, dastavval bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishamiz, ularni studiyaga taklif etamiz. Birinchi ishtirokchimiz Firdavs Shavkatov. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Murodbek Elmurodov. Uchinchi ishtirokchimiz Sayra Janadilova. Dilmuhammad Nosirjonov 4-raqamda. Va nihoyat 5-ishtirokchimizni ham taklif etamiz, Asomiddin Toshpo'latov. Aziz muxlislar, mana bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishib oldik. Ularni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Evrika Intellektual shousi bu g'oliblarni aniqlash uchun emas, bilimlarni sinash uchun. Lekin baribir ballar hisobiga kimdir bugun g'olib bo'ladi. Aziz bilimdonlar, men sizga o'yin qoidalarini tanishtirib o'taman. Birinchi raundda quiz test bo'yicha bilimlaringiz sinaladi, ikkinchi raundda esa asosiy savollarga javob berasiz. Uchinchi raund bu surat bilan bog'liq. Albatta, har bir raund boshida o'sha raunddagi qoidalarni batafsil tushuntiraman. Tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Evrika Intellektual showsda birinchi raund. Yuqorida aytib o'tdim, birinchi raundda albatta quiz test asosida bilimlaringizni sinab ko'ramiz. Bizdagi quiz test savollardan emas, balki ma'lumotlardan tashkil topgan. Siz o'qigan ma'lumotingizni tahlil qilasiz. Qani, bu to'g'ri ma'lumotmi yoki noto'g'ri ma'lumotmi? Agar to'g'ri bo'lsa, ha degan munosabat bildirasiz, noto'g'ri bo'lsa, yo'q deya yondashishingiz kerak bo'ladi. Har bir to'g'ri munosabat 2 balldan baholanadi. 10 ta savol, ya'ni 10 ta ma'lumot bu 20 ball degani. Ko'ramiz, kim qancha ball to'play olar ekan birinchi raundda. Marhamat, telefonlarni qo'lga olishingiz mumkin. Har biringizning Telegram akkauntingiz ko'rsatuvimizning Telegram guruhiga ulangan. Men mana shu guruhda hozir quiz testga start beraman. Odatimizga ko'ra, quiz testdagi ma'lumotlarni muxlislarimiz uchun ham o'qib beraman. Ular ham o'z bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Turor Risqulov 1919-yil mart oyida tuzilgan O'lka musulmonlar byurosiga rais etib saylangan. Ikkinchi ma'lumot, ilk o'rta asr ganchkorlik san'atining nodir yodgorlik namunalari Varaxsha manzilgohi topilmalari orqali tadqiq qilingan. Navbatdagi ma'lumot, 1936-yil noyabr oyida Germaniya va Italiya o'rtasida Antikomintern pakti imzolangan. Abulfayzxon davrida katta lavozim va obro'ga erishgan Muhammad Hakimbiy Mang'it urug'i vakili edi. 5-ma'lumot, 1996-yilda O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi ochilgan. Avliyo Mark ibodatxonasi va Dojlar saroyi Genuya shahrida joylashgan. Genuya shahri bu Italiya davlatida joylashganligini bilasiz. Xet podshohligining otliq qo'shinlari janglarni hal qilishda muhim o'rin egallagan. 1857-yilda Buyuk Britaniya va Eron o'rtasida Parij shahrida shartnoma imzolanadi. Homerning Iliada dostonida Yunonlar Danaylar deb atalgan. Mana shunday nom bilan eslangan. Bu to'g'rimi yoki yo'qmi? So'nggi ma'lumotni o'qib beraman. Mirzo Qalandar Mushrif Isfarangiy Qo'qon xoni Madalixon saroyida qozi askar lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Mana muhtaram bilimdonlar, quiz testni ham bajarib oldik.
Albatta, dasturning o'zi g'olib kim ekanligini sizga ko'rsatib turibdi. O'z o'rningiz qayerda ekanligini ko'rib turibsiz. Ammo bizning muxlislarimiz bundan bexabar. Men aynan teletomoshabinlarimiz uchun dastlabki raunddagi natijalarni e'lon qilaman. Demak, birinchi o'rinda Murodbek Elmurodov. Ular 10 ta ma'lumotning 9 tasiga to'g'ri javob beribdilar. 1 daqiqa 43 soniya vaqt sarflagan holda. Ikkinchi o'rindagi ishtirokchimiz Firdavs Shavkatov ham 9 ta to'g'ri javob berganlar, ammo sarflagan vaqtlari ko'proq, ya'ni 1 daqiqa 58 soniya. Dilmuhammad Nosirjonov 8 ta to'g'ri javob, 1 daqiqa 18 soniya vaqt sarflagansiz. 4-chi o'rindagi ishtirokchimiz Sayra Janadilova. Ular 7 ta to'g'ri javob berganlar, 1 daqiqa 8 soniya, ya'ni eng kam vaqt sarflabsiz Sayra. Asomiddin Toshpo'latov esa 7 ta to'g'ri javob uchun 1 daqiqa 38 soniya. Boshqatdan. 5-chi o'rindagi Asomiddin Toshpo'latov esa 7 ta to'g'ri javob uchun 1 daqiqa 32 soniya vaqt sarflabdilar. Demak, Murodbek hamda Firdavsda 18 ball, Dilmuhammadda 16 ball, Sayra va Asomiddinda 14 ball. Umuman olganda yomon natijalar emas. Qolgani ikkinchi raundda ma'lum bo'ladi. Men sizni ikkinchi raundga taklif etaman. Aziz muxlislar, Evrikada ikkinchi raund. Muhtaram bilimdonlar, mana ikkinchi raundga ham yetib keldik. Ikkinchi raund endi eng mas'uliyatli raund desam bo'ladi, chunki bunda to'g'ridan to'g'ri savollarga javob berish kerak bo'ladi. Savolni eshitasiz, javob berasiz. Bergan javobingiz to'g'ri bo'lsa, sizga 10 ball beriladi. Lekin ba'zida barcha ma'lumotlar yodda turmaydi, to'g'ri. Shuning uchun ba'zida savollar javobi qiyinlik qilishi mumkin yoki qaysidir ma'lumot yoddan ko'tarilgan bo'lishi mumkin, eslay olmasligingiz mumkin, ikkilanishingiz mumkin. Bunda biz sizga yordam beramiz, ya'ni yordam taklif etamiz. Qo'shimcha imkoniyatlar bor. Ular qaysilar? Har bir savolni eshitganingizdan keyin albatta qo'shimcha imkoniyatlar beriladi. Xo'sh, ular qanday imkoniyatlar? Har bir savolni eshitib ko'rganingizdan keyin ma'lum vaqt davomida o'ylashni istasangiz kerak. Biz sizga bu imkoniyatni beramiz. Ya'ni 30 soniya o'ylab ko'rish imkoniyati beriladi. Yana bir imkoniyat esa ko'pchilik foydalanadi bundan. Ya'ni siz bilmagan savolning javobini balki qaysidir do'stingiz, ustozingiz, qaysidir bir yaqiningiz bilishi mumkin. Unga qo'ng'iroq qilishingiz menimcha to'g'ri bo'ladi. Shunday ekan, bizda do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati ham bor. Keyingisi esa eng ko'p foydalaniladigan imkoniyat, ya'ni ko'proq foydalanamiz bundan. Javob variantlari, 4 ta javob varianti. Bunda savol endi o'z-o'zidan test savoli ko'rinishiga o'tadi. Endi yana bir jihatga e'tibor qaratishingiz kerak. Mana har uchala imkoniyat faqat siz uchun. Lekin bu imkoniyatlardan foydalanishda ballarda cheklovlar bor. Ya'ni endi sizga imkoniyatlardan foydalanib bergan javobingiz uchun to'liq 10 ball bera olmaymiz. Har bitta imkoniyat bu -2 ball degani. Ya'ni bitta savol uchun bitta imkoniyatdan foydalanib to'g'ri javob bersangiz 8 ball, ikkita imkoniyatdan foydalanib to'g'ri javob bersangiz endi 6 ball. Uchala imkoniyatdan foydalanishingiz ham mumkin, lekin bir narsani inobatga oling, bunda to'g'ri javob uchun 4 ball beriladi. Balki tavakkal qilib xato javob bergandan ko'ra 4 ball yoki 6 ball olish ham yomon emasdir. Shuning uchun barchasi sizning qaroringizga bog'liq bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, unda boshlaymiz. Qoidalarimizga ko'ra esa birinchi raundni eng birinchi o'rinda tugatgan bilimdonimiz tanlov imkoniyatiga ega bo'ladilar. 1 dan 10 gacha savollarimiz raqamlangan. Siz tanlagan raqamdagi savolni o'qib beraman. Murodbek Elmurodov, tanlov imkoniyatini dastavval sizga berar ekanmiz. Marhamat, qaysi raqam? Birinchi raqamni tanlamoqchiman. Birinchi raqamni tanlamoqchisiz, juda yaxshi. Birinchi raqamda mana shunday savol bor. O'rta asrlarda Hindistonda foydalanish muddati oldindan belgilab qo'yilgan yer egaligi turi qanday nomlangan? Savol tushunarlimi? Qaytarib yuboring. Qaytaraman. O'rta asrlarda Hindistonda foydalanish muddati oldindan belgilab qo'yilgan yer egaligining turi qanday nomlangan? Javob bormi yoki birorta imkoniyatdan foydalanib ko'rasizmi?
Test variantidan foydalansak. Test. Marhamat. A variant patta, yodingizda saqlab qoling. B variant grass, C variant tiyul, D variant jogir. Qaytaraman. Patta, grass, tiyul, jogir. Hindistonda. Sonda. B varianti B variant grass. Grass deb nomlangan. Shundaymi? Bu sizning variantingiz, tanlovingiz. Bu haqda ma'lumotingiz bormidi yoki endi eshityapsizmi? maktab darsliklarida qulog'imizga chalingan. Lekin aniq javobni ma'lumot- eslolmadingiz, ha? Eslolmadim. Eslolmadingiz. Demak, bu taxminiy javob. Taxminiy variant. Taxminiy javob agar xato bo'lsa ham siz afsuslanmasligingiz kerak bo'ladi. Nega? Chunki to'g'risini bilib olasiz o'zingiz uchun. Balki to'g'ridir. O'rta asrlarda Hindistonda foydalanish muddati oldindan belgilab qo'yilgan yer egaligining turi grass deb nomlangan. Bu sizning fikringiz. To'g'ri javob esa A variantda edi. Patta deb nomlangan. Afsuski javobingiz xato bo'ldi. Murodbek, hech qisi yo'q. Hali oldinda imkoniyatlar ko'p. Firdavs Shavkatovga yuzlanamiz endi. Firdavs, marhamat, siz endi raqam tanlashingiz mumkin. Men 6-raqamni tanlamoqchiman. 6-raqamni tanlamoqchisiz. Marhamat, 6-raqamdagi savol. Arab geograflari Ibn Xurdodbeh va Ibn al-Faqihlar ushbu shaharga Madinat-i Tujjor, ya'ni tojirlar shahri, savdogarlar shahri deya ta'rif berishgan. Savol, ushbu ta'rif ilk o'rta asrlarda yurtimizda mavjud bo'lgan qaysi shaharga nisbatan berilgan? Savdogarlar shahri. E'tibor bering, ilk o'rta asrlarda deyilyapti. Endi bu 2000 yilga yaqin vaqt ortga qaytishimiz kerak bo'ladi-da. Qaysi shahar? Aniq javobingiz bormi yoki o'ylab ko'rasizmi, qo'ng'iroq qilasizmi yoki variantlar beraymi? Testdan foydalanmoqchiman. Siz ham test variantlaridan foydalanmoqchisiz. Marhamat. A variant Samarqand. B variant Buxoro. C variant Poykand. D variant Farg'ona. Takrorlayman. Samarqand, Buxoro, Poykand, Farg'ona. Xo'sh, qaysi javob to'g'ri? Buxoro variantida to'xtaldim. Buxoro variantida to'xtalyapsiz. Buxoro. Yomon emas. Javob albatta yondashuv yomon emas. Men hozir sizga bitta narsani aytaman. Mana shu shaharlarning barchasi ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan. U yoki bu o'rinda keyinchalik Shahriston qismi yoki qal'a qismi o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin aynan mana shu shaharlar bo'lgan. Chunki bu shaharlarning barchasining yoshi 2000 yildan uzoqroq. To'g'ri javob sizning fikringizcha Buxoro. Aniq javobga o'tamiz. Ibn Xurdodbeh va Ibn al-Faqih. Bular arab geograflari. Ular ushbu shaharga Madinat at-Tujjor, ya'ni savdogarlar shahri deya nom berishgan. Ular nom bergan bu shahar bugungi kunda mavjud emas. Samarqand, Buxoro va Farg'ona shaharlari yashab kelmoqda. To'g'ri javob Poykand shahri edi. Buxorodan salgina janubroqda joylashgan ilk o'rta asrlardagi Mavron nahridagi siyosiy, iqtisodiy markaz bo'lgan shahar hisoblangan. Afsuski javobingiz xato. Ketma-ket ikkita ishtirokchimiz xatolikka yo'l qo'ymoqdalar. Qolganlar bundan qanday foydalanishadi? Hozir bilib olamiz. Dilmuhammad Nosirjonov, navbat sizga. Marhamat, qaysi savol? 7-savol. 7-savol. Diqqat bilan eshiting. Shayboniylar hukmronligi davrida nafaqat oddiy kishilarning, balki davlat amaldorlarining va hatto valiahdlarning ham hukmdorga nisbatan qiladigan munosabatiga javobgar bo'lgan lavozim egasini toping. U qaysi lavozim edi? Savolni tushundingiz, a? Ha, tushundim. Ya'ni uning qaysidir ma'noda tarbiyasiga mas'ul bo'lganda, qaysidir bir jihatdan. Bizda variantlar bor, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki 30 soniya o'ylab ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshisi agar bilsangiz to'g'ri javob bering. To'g'ri javob otaliq. Otaliq. Adashmayapsizmi? Yo'q, otaliq. Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa 10 ball olasiz. Xato bo'lsa ball ola olmaysiz. Savolni yana bir bor takrorlayman. Shayboniylar hukmronligi, e'tibor bering, shayboniylar deyilyapti.
Shayboniylar davri bu 16-asrning boshidan toki oxirigacha, deyarli bir asrlik davr. Shayboniylar hukmronligi davrida nafaqat oddiy kishilarning, balki davlat amaldorlarining va hatto valiahdlarning ham hukmdorga nisbatan qiladigan munosabatga javobgar bo'lgan lavozim. Bu nima degani? Bu oddiy kishilar o'sha hukmdorga nisbatan munosabat bildirilayotgan payti, u bilan uchrashganda, so'zlashgan payti, unga qaysidir bir munosabatlarni o'rnatayotgan payti oddiy xalqning ham, hattoki saroy amaldorlarining ham, hattoki valiahdlarning ham, ya'ni o'zining eng yaqin qarindoshlari, hatto farzandlarini ham hukmdorga nisbatan qiladigan munosabatlarini to'g'ri bo'lishiga javobgar bo'lgan bir lavozim egasi bo'lgan. Bu otaliq emas, afsuski. To'g'ri javob ko'kaldosh edi. Ko'kaldosh otaliq bir-biriga vazifa jihatidan ancha yaqin bo'lgan, lekin biz aytgan savoldagi mazmundan, ya'ni biz aytgan savoldagi mazmundan kelib chiqadigan bo'lsak, to'g'ri javob ko'kaldosh bo'ladi. Qiziq, hozir shunday vaziyat vujudga keldiki, Sayra va Asomiddin boshqalardan o'zib ketishi mumkin. Sayra, qaysi raqamni tanlaysiz? 10-raqam. 10-raqam, juda yaxshi. Marhamat, 10-raqamli savolni o'qib beraman sizga. Angliyada taxt vorisligi to'g'risidagi bill qachon qabul qilingan? Test javoblardan foydalanmoqchiman. Demak, javob variantlarini eshitib ko'rmoqchisiz. A variant 1700-yilda. B variant 1701-yilda. C variant 1707-yilda. D variant 1716-yilda. 1716-yil variant. 1716-yil, ya'ni variantlar orasidan eng keyingi yilni tanladingiz. Shundaymi? Shunday. 1716-yil. Bo'lishi mumkin. Boshqa javobga o'zgartirmaysiz? Yo'q. Qabul qilamiz. Aniq javobga o'tamiz. Taxt vorisligi to'g'risidagi bill, men aynan asrlarni sizga alohida ta'kidlamagan edim, bejiz. Bunda bir ilmoqli bir so'z bor edi, shuni topolmadingiz. Afsuski, javobingiz to'g'ri javob emas. To'g'ri javob 18-asrning 1-yilida, ya'ni 1701-yilda. Javob xato va sizga ham ball bera olmaymiz. Ana endi birinchi davrada to'g'ri javob berib barchadan o'zib ketish imkoniyati faqatgina Asomiddinda qolyapti. Asomiddin, marhamat, raqam tanlang. 4-raqam. Demak, 4-raqamni tanlaysiz. 17-asr boshida Osiyo davlatlarining qaysi birida adolatli farmon qabul qilingan? Mana shunday farmon qabul qilingan. Osiyodagi qaysi davlatda? Variant olmoqchiman. Variant olmoqchisiz. A variant Eronda, B variant Afg'onistonda, C variant Usmonli Turklar imperiyasida, D variant Yaponiyada. C variant Usmonli Turklar. Usmonli Turklar imperiyasida. Qabul qildik. To'g'ri javobga o'tamiz. Eron, Afg'oniston, Yaponiya variantlaridan voz kechdingiz. Savolga e'tibor beradigan bo'lsak, 17-asr boshida deyilyapti, Osiyo davlatlarining qaysi birida adolatli farmon qabul qilingan. Aslini olib qaraydigan bo'lsak, Usmonli Turklar imperiyasi imperiya nuqtai nazaridan, hududiy nuqtai nazaridan Yevropaning ham juda katta qismini o'z ichiga olgan. Ya'ni bugungi kundagi siyosiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, butun Bolqon yarim oroli, bugungi mana Bolgariya, Ruminiya, hattoki Ukraina hududlarigacha bu yog'i o'sha Rim imperiyasining, o'sha Avstriya-Vengriyaning chegaralarigacha bo'lgan joyni, hattoki bugungi Avstriyagacha. Qarang, Yevropaning markazigacha borishgan. Bu yoqda esa Mamluklar saltanati, Arabiston yarim oroli, hattoki Erongacha, Forslargacha bo'lgan, Kavkazgacha bo'lgan hududlar aynan Usmonli Turklar imperiyasi tasarrufida bo'lgan. Biz Osiyodagi davlat deyapmiz, lekin yana ta'kidlayman, Usmonli Turklar imperiyasining ma'lum bir qismi Yevropada ham edi. Javobni qabul qilib bo'lganmiz. Aniq javobga o'tamiz.
Usmonli Turklar imperiyasi garchi Yevropani ham o'ziga katta qismini bo'ysundirgan bo'lsa-da, uning markazining asosiy qismi Osiyoda bo'lgan. Osiyoda shakllangan va albatta u Osiyo davlati hisoblanadi. Shunday ekan, to'g'ri javob Usmonli Turklar imperiyasi. Javob to'g'ri, aynan u yerda adolatli farmon qabul qilingan. Nihoyat mana bitta ishtirokchimiz to'g'ri javob berdilar va hozir onlayn holatida hammadan o'zib ketdilar. Ko'ramiz qani ikkinchi savolga kim to'g'ri javob bersa, ularga yetib olishi mumkin bo'ladi. O'ynalmagan savollarni sizga eslatib o'taman, diqqat qiling. 2-chi, 3-chi, 5-chi shu bilan birgalikda 8-chi va 9-chi savollar o'ynalmadi. 2, 3, 5, 8, 9. Yana bir boshdan tanlay boshlaymiz. Murodbek Elmurodov. Qaysi raqamni tanlaysiz? 5-raqamni tanlayman. 5-raqamni tanlaysiz. Marhamat, 5-raqamdagi savol. Jahon tarixiga oid ekan, bu ham. Angliya qirollaridan qaysi biri jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlarni tushunish va ularni qabul qilishni istamasdan Fransiya monarxi kabi cheklanmagan huquqqa ega bo'lishga intilgan? Jamiyatda o'zgarishlarni tushunishni istamaydi. Yo'q deydi, men cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lishim kerak, yagona mutlaq monarx bo'lishim kerak deb o'ylaydi. U qaysi hukmdor edi? Angliyaning hukmdori. Javob bormi? Keling, shu qo'ng'iroq yordamidan foydalansak. Qo'ng'iroq. Marhamat, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kimga qo'ng'iroq qilasiz? Ustozimga telefon. Ustozingizga. Albatta ustozingizga qo'ng'iroq qilasiz va biz ular uchun yana savolni takrorlashimiz mumkin bo'ladi. Allo, assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Men Elmurodov Murodbekman, ustoz. Yordamingiz kerak edi Evrika ko'rsatuvida. Angliya qirollaridan qaysi biri Angliya qirollaridan qaysi biri jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlarni tushunishni istamasdan Fransiya monarxi kabi cheklanmagan huquqqa ega bo'lishga intilgan? Fransiya monarxi kabi cheklanmagan huquqqa ega bo'lishni xohlagan. Karl I. Ular javob berdilar. Javob beradi. Karl I. Kim Galatiya usulida 49-yil o'ldirishgan. Rahmat, ustoz. Ha, sog' bo'ling. Ustozingizga biz ham rahmat aytamiz. Ular javob berdilar. Qaysi javobni taqdim etyaptilar? Karl I javobini taqdim etyapti. Ustozimizga ishongan holda, ustoz. Albatta sizda boshqa variant yo'q. Karl I qabul qilamiz va to'g'ri javobga o'tamiz. Angliya qirollaridan biri jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlarni tushunish va ularni qabul qilishni istamasdan Fransiya monarxi kabi cheklanmagan huquqqa ega bo'lishni istagan. Bu Karl I edi. Javob to'g'ri va ustozingizga rahmat aytamiz. Albatta bu ball to'liq ularniki. Garchi sizning hisobingizga yozilsa ham ustozlar doim shogirdlar uchun yordam berishga tayyorlar. 8 ball qo'shamiz hisobingizga va davom etamiz. Firdavs Shavkatov. Firdavs, qaysi raqamni tanlaysiz? 2-raqamni tanlamoqchiman. 2-raqam. Yurtimizda Turkmaniston Respublikasining madaniyat markazi nechanchi yilda o'z faoliyatini boshlagan? Adashmasam, dunyoda madaniyat markazlari nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, ularning soni va ularga bo'lgan munosabat jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston yetakchi o'rinda tursa kerak. Chunki bizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qilishadi va ularning juda ko'pchiligining madaniyat markazlari bor. Aynan qo'shni turkmanlarning madaniyat markazi qachon ochilgan? Firdavs, mana savolni eshitdingiz. Agar javob bo'lsa marhamat berishingiz mumkin. Agar sizda aniq javob bo'lmasa, mana 3 ta imkoniyat, birortasidan foydalaning. Berilgan variantlardan tanlab ko'rmoqchiman. Marhamat, variantlarni o'qib beraman. A variant 2001-yil, B variant 2003-yil, C variant 2005-yil va D variant 2002-yil. Variantlarni eshitdingiz. Javob bo'lsa bering yoki sizda yana 2 ta imkoniyat bor. 30 soniya o'ylab ko'rish variantidan O'ylab ham ko'rmoqchisiz, ha? Variantlarni tushunib oldingiz, ha?
Marhamat, o'ylab ko'rishingiz mumkin. Biz sizga 30 soniya vaqt beramiz. Men variantlarni takrorlayman. 2001-yil, 2003-yil, 2005-yil va 2002-yil. Vaqt ketdi. Mana berilgan vaqt tugadi. Javob berishingiz mumkin. Xo'sh, qaysi javob to'g'ri? Men bu to'rtta variantdan 2001-yilgi variantga to'xtaldim. 2001-yil A variant. Shundaymi? Ha. Javobingiz to'g'ri bo'lsa 6 ball hisobingizga qo'shib qo'yamiz. Noto'g'ri bo'lsa ball ola olmaysiz. Yurtimizda Turkmaniston Respublikasining madaniyat markazi 2001-yilda o'z faoliyatini boshlagan. Javob to'g'ri va ikkita imkoniyatdan foydalanib ko'rdingiz, shuning uchun 6 ball. Davom etamiz. Dilmuhammad Nosirjonov. Navbat sizga. Boya to'g'ridan to'g'ri javob berib xato qilgandingiz. Endi bu safar salgina mulohazakor bo'lishingiz talab etiladi. Qaysi raqam? 9-raqam. 9-raqam. Turkiston muxtoriyati hukumati a'zolari ocharchilik changalida qolgan aholiga qaysi hududdan g'alla keltirib, muammoni hal qilish uchun amaliy qadamlar tashlashadi? Qaysi hududdan g'alla olib kelish kerak bo'ladi ular? Savolni eshitdingiz, javob berishingiz mumkin yoki birorta imkoniyatdan foydalaning. Test javobidan foydalanaman. Test javoblarini olmoqchisiz. Marhamat, men variantlarni aytib o'taman. A variant Moskva, B variant Qrim, C variant Kavkaz yoki D variant Orenburg. Javob bo'lsa bering yoki yana imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Javob bo'lsa 30 soniya. O'ylab ko'rasiz. O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, endi birdaniga javob berib xato qilgandan ko'ra mulohaza qilib ko'ring. Vaqt ketdi. 30 soniya o'ylab ko'rishingiz mumkin. Vaqt tugadi. Xo'sh, men Kavkaz. Kavkaz javobini bermoqchisiz. Biz bu javobni qabul qilamiz va bu to'g'ri javob. Haqiqatdan ham muammoni Kavkazdan g'alla keltirib hal qilish uchun amaliy qadamlar tashlashgan Turkiston muxtoriyati hukumati a'zolari. Demak, 6 ballli natija bo'ldi. Biz esa davom etamiz. Sayra Janadilova navbat sizga yetib keldi. Sayraxon, marhamat, qaysi raqamni tanlaysiz? 3-raqam. 3-raqam. 3-raqamdagi savol. Halol qo'llar operatsiyasi natijasida iste'foga chiqqan Italiya prezidenti kimligini ayting? Test yordamidan foydalanmoqchiman. Marhamat. A variant Francesco Cossiga, B variant Silvio Berlusconi, C variant Massimo D'Alema, D variant Matteo Renzi. Mana variantlarni eshitdingiz. Javob bormi yoki 30 soniya o'ylab ko'rmoqchiman. Siz ham 30 soniya o'ylab ko'rasiz. O'ylab ko'rish albatta foyda beryapti barchaga. Ko'raylikchi, balki sizga ham foyda berar. Marhamat, o'ylab ko'ring. Vaqt ketdi. O'ylab ko'rish uchun berilgan vaqt tugadi. Sayra, marhamat, javob berishingiz mumkin. Halol qo'llar operatsiyasi natijasida iste'foga chiqqan Italiya prezidenti kimligini ayting? Francesco Cossiga, Silvio Berlusconi, Massimo D'Alema yoki Matteo Renzi? A variantdan olmoqchiman. A variant. Francesco Cossiga. Shunaqami? Shunday. Qabul qildik. To'g'ri javob
Francesco Cassiga. Javob to'g'ri va bu to'g'ri javob sizga 6 ball olib keldi. Negadir bugun ko'pchilik o'ylab ko'rib javob berishga harakat qilyapti. Asomiddin Toshpo'latov peshqadamlikni mustahkamlashingiz mumkin. Bitta savol qoldi, albatta tanlov imkoniyati yo'q. Mana shu savolni sizga o'qib beraman. 8-raqamli savol qolgan ekan. 1881-1882 yillarda Yevropadagi qaysi davlatda 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga majburiy bepul ta'lim joriy etilgan? Telefon qilmoqchiman. Qo'ng'iroqni amalga oshirmoqchisiz. Marhamat. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Tog'a, hozir evrak ko'rsatuvda edim. Bir savolga yordamingiz kerak edi, qiynalgandim. Savolingizni ayting. 1881-1882 yillarda 1881-1882 yillarda Yevropadagi qaysi davlatda Yevropadagi qaysi davlatda 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga majburiy va bepul ta'lim joriy etilgan? majburiy va bepul ta'lim joriy etilgan? 1881-82 yillarda Ha. ikkita variant borda. Yo Fransiya yo Germaniya. Ha. Bu jahon narxi berilyapti. Menimcha bu Fransiya bo'lishi kerak, 50-50 debdi. Birorta variant taklif etdilarmi? Mayli, rahmat tog'a. Suhbatingizdan kelib chiqyapti. Bu kishi kim bo'ladilar? Tog'am bo'ladi, ham o'zim Tog'angiz o'qituvchim, ham bo'ladilar tog'am. va o'qituvchingiz, ustozingiz ham bo'ladilar. Albatta. Juda yaxshi. Ular birorta variant taklif etdilarmi sizga? Fransiya variantini. Fransiya variantini taklif etdilar. Siz mana shu javobni tog'angizga ishongan holda bera olasizmi yoki boshqa Ishonaman. variant bormi? O'sha variantni berishga Shu majburman. variantni O'zimda berishga variant yo'qligi uchun. majbursiz. Qabul qildik, Fransiya. To'g'ri javob 1881-1882 yillarda Yevropadagi qaysi davlatda 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga majburiy bepul ta'lim joriy etilgan? Bilasiz, Fransiya 19-asrda eng ko'p harbiy harakatlar, urushlar, inqiloblar bo'lib o'tgan mamlakat hisoblanadi. Albatta, bunday sharoitda majburiy bepul ta'limning joriy etilishi qay darajada to'g'ri edi? Bu, ya'ni bepul majburiy ta'limning joriy etilishi qaysidir ma'noda obrazda qilib aytsak, alg'ov-dalg'ov bo'lgan Fransiyani oyoqqa turg'azish uchun eng to'g'ri yo'l bo'lgan. Shuning uchun ham Fransiyada aynan mana shu narsa joriy etilgan, ya'ni bepul ta'lim. Javob to'g'ri. Sizning hisobingizga 8 ball yozamiz, lekin tog'angizga, ustozingizga rahmat aytamiz. Ana endi ikkinchi raund tugadi va bu raunddan keyingi natijalar qanday? Marhamat, e'lon qilib o'tamiz. Demak, qo'limizdagi natijalarga ko'ra hozircha birinchi o'rinda Asomiddin Toshpo'latov boryaptilar. Qizig'i shundaki, Asomiddin birinchi raunddan keyin oxirgi o'rinda edilar. Lekin ular ikkita savolga ham to'g'ri javob bera oldilar. Keyingi ishtirokchilarimiz esa ulardan ortda qolishdi. Murodbek Elmurodov ikkinchi o'rinda 26 ball. Uchinchi o'rindagi ishtirokchimiz Firdavs Shavkatov, ularda 24 ball. 22 ball to'plagan Dilmuhammad Nosirjonov 4-o'rinda. 5-o'rinda esa Sayra Janadilova boryaptilar, ularda 20 ball mavjud. To'g'risini aytadigan bo'lsak, natijalar u qadar yaxshi emas, lekin natijalarni yaxshilash imkoniyati bor hali. Ya'ni 3-raundda. Men sizni 3-raundga taklif etaman. Aziz muxlislar, qadrli teletomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti talabalari ishtirok etishyapti. Bizda hal qiluvchi 3-raund. Aziz bilimdonlar, mana 3-raundga ham yetib keldik. 3-raund anchagina qiziqarli, shu bilan birgalikda mas'uliyatli. Men qoidalarni tanishtiraman, diqqatingizni monitorga qaratishingiz kerak bo'ladi.
Ko'rib turganingizdek, bu yerda 5 ta katakcha bor va mana shu 5 ta katakchaning har birining ortida surat yashiringan. Qandaydir bir surat yashiringan. U tarixiy shaxs yoki me'moriy inshootning surati bo'lishi mumkin. Men mana shu suratda aks etgan shaxs yoki obidaga nisbatan izoh beraman. Unga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni o'qib beraman. Siz esa javob berishingiz kerak. Agar birinchi ma'lumotda javob bersangiz 10 ball, ikkinchi ma'lumotda javob bersangiz 8 ball, tegishlicha 2 balldan kamayib boraveradi. 5 ta ma'lumotda ham agar sizda javob bo'lmasa, unda ball ham berilmaydi. Shunday ekan, diqqatliroq bo'ling. Men birinchi bo'lib Asomiddin Toshpo'latovga yuzlanmoqchiman. Asomiddin, sizda muddatdan avval g'olib bo'lish imkoniyati bor. Buning uchun 10 balli yoki 8 balli javob berishingiz kerak bo'ladi. Hech kim sizga yeta olmaydi shunda. Avvalo raqam tanlang. Qaysi raqam? 5-raqam tanlamoqchiman. 5-raqamni tanlamoqchisiz. Qoyil, juda ham bir omadli ekansiz. Sizga nisbatan oson tarixiy shaxs bor bu yerda, 5-katakcha ortida. Namanganda tug'ilgan ushbu ijodkor otasidan yetim qolganidan so'ng Qo'qondagi bolalar uyida tarbiyalangan. U ijodkor. Tavakkal qilmoqchi emasman, Yana bitta kerak-a? Yaxshi. 1931-yildan boshlab Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetida o'qigan. Samarqandda o'qigan, Namanganda tug'ilgan. Qo'qonda bolalar uyida tarbiyalangan. Bunday bir murakkab yoshlik davri kimga tegishli edi? Menimcha topish qiyin emas. Yana bitta ma'lumot. fakt. Ushbu ijodkorga nisbatan 20-asr o'zbek adabiyotiga chaqmoqdek kirib kelgan va yashindek qisqa umr kechirgan deya ta'rif beriladi. Usmon Nosir. Nahotki. Qachon tug'ilgan Usmon Nosir? Aniq faktim yo'q, lekin 1912-yilda tug'ilgan. Qachon vafot etgan? 33 yoshda vafot etgan, 32 yoshda desak to'g'riroq bo'ladi. 1944-yilda vafot etgan. Bugungi kunda uning qabri albatta Rossiyaning Kemerovo o'lkasida. Usmon Nosir varianti sizningcha to'g'ri. Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa, 6 ball beramiz. Davom etamiz. Uning Quyosh bilan suhbat, Safarbar satrlar, Yurak kabi bir nechta she'riy to'plamlari chop etilgan. 1944-yilda vafot etgan ushbu ijodkorning suratini ko'ramiz. Yurak, sensan mening sozim, tilimni nayga jo'r etding, ko'zimga oyni berkitding, yurak, sensan ishqibozim. Mana shu she'rning oxirida juda bir jo'shqin satrlar bor. Agar yoddan bilmasangiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Itoat et, agar sendan vatan rozi emas bo'lsa. Yoril, chaqmoqqa aylan sen, yoril, mayli tamom bo'lsan. Bunday satrlar faqat Usmon Nosirga xos. 6 ball bilan tabriklaymiz. Katta ehtimol bilan g'oliblik o'zingizda saqlanib qolsa kerak. Agarda kimdir sizdan o'zib ketmasa, harakat qilib ko'rishadi, qolganlar ham. Ikkinchi o'rindagi bilimdonimizga yuzlanamiz endi. Murodbek Elmurodov. Murodbek, xo'sh, qaysi raqam? Keling, birinchi raqam bo'la qolsin. Birinchi raqami? Mayli. Birinchi raqam. Birinchi raqamda sizga ham aynan 20-asrda yashab o'tgan yana bir ijodkor to'g'ri keldi. Ushbu ijodkor hunarmand temirchi oilasida dunyoga kelgan. Hunarmand temirchi oilasida dunyoga kelgan ijodkorlar menimcha sanoqli, lekin bitta emas baribir. Bitta emas. Sizda aniq javob bo'lsa, ayting, bo'lmasa ikkinchi variantni, ya'ni ikkinchi izohni o'qiyman. Ikkinchi izohni o'qib. Ikkinchi izoh. Bu ijodkor o'zbek adabiyotida hikoyachilik janrining, ya'ni hikoya janrining badiiy ufqlarini kengaytirganligi e'tirof etiladi. Ya'ni eng zo'r, bugungi kungacha bo'lgan o'sha eng zo'r hikoyanavis deya tan olinadi. Men 2-3 ta asarni o'qiyman, faqat 3-ma'lumotda. Hozircha sizda variant bormi, yo'qmi? Hozir o'ylab olishga hozir. Endi o'ylash uchun vaqt yo'q.
Mayli, 3-chi Oybek desam. ma'lumot. Uning quyidagi hikoyalari bor. Bemor, o'g'ri, sarob, kampirlar sim qoqdi, jonfig'on va hokazo. Juda ko'p. Sarob romani ham bor, Qo'shchinor chiroqlari asari bor. Javob variantim Abdulla Qahhor. Abdulla Qahhor. Yaxshi, unda qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Hayoti davomida, ya'ni faoliyati davomida 40 dan ziyod asarlar, kitoblar e'lon qilganligi aytiladi. Qo'shchinor chiroqlari, Sinchalak, Sarob, Bemor kabi asarlari bor. Bu haqda aytib o'tdik. Suratni ochishimiz mumkin. 1903-1966 yillar orasida yashab o'tgan bu ijodkor Abdulla Qahhor edi. Javob to'g'ri va 6 balli natija bo'ldi. Ana endi Firdavs Shavkatov, sizga yuzlanamiz. 3-o'rinda boryapsiz. Menimcha ballaringiz hisobini ko'tarishga imkoniyat bor. Qaysi raqamni tanlaysiz? 3-raqamni tanlamoqchiman. 3-raqamni tanlamoqchisiz. 3-raqamda ko'raylikchi kim bor ekan? 3-raqamda yana bir ijodkor. Diqqat qiling. Ushbu tarixiy shaxs dastavval Qo'qondagi madrasai oliyda, so'ng madrasai Chalpakda tahsil olgan. Endi birinchi ma'lumot u darajada sizga yaqin kelmasligi mumkin, ikkinchisini o'qib beraymi? Keyingi ma'lumotni tinglamoqchiman. Keyingi ma'lumot. Bu shaxs maqsadozlik bilan ham shug'ullangan. Ma'lum vaqt mirzalik ham qilgan. Keyingi ma'lumot. Keyingi ma'lumot. Ushbu shaxs o'z ijodida muqimiyning hajifchilik an'analarini davom ettirgan. Javob bormi? Ubaydulla Zavqiy. Zavqiy. Uning asl ismi Ubaydullo Solih bo'lib, 1853-yilda Qo'qonda tug'ilgan. Uning suratni ochishimiz mumkin. Ijodkorning voqea, qozi saylov, qahatchilik kabi ijtimoiy adolatsizliklarga bag'ishlangan dostonlari bor. Bu Ubaydullo Zavqiy hisoblanadi. Javob to'g'ri va sizda ham 6 ball. Navbatdagi bilimdonimiz Dilmuhammad Nosirjonov. Navbat sizga Dilmuhammad, marhamat. Qaysi raqam? 2-raqam. 2-raqam. 2-raqamda ham tarixiy shaxs, faqatgina endi O'zbekiston miqyosida emas, jahon miqyosida fikrlashingizga to'g'ri keladi. Ushbu tarixiy shaxs 1711-1765-yillarda yashab o'tgan. Yana ma'lumot kerak. Yana keyingi ma'lumot, u Peterburg Fanlar akademiyasining birinchi akademigi hisoblanadi. Yana bera olasizmi? Albatta. Keyingi ma'lumot, diqqat qiling. Ushbu shaxs 1755-yilda bugungi kunda Rossiyadagi eng katta universitet bo'lgan oliy o'quv yurtiga asos solgan. Va u universitetning filiali Toshkentda ham bor. Lomonosovmi? Lomonosov qabul qilamiz. Aniq javobga o'tishdan avval men qolgan ikkita ma'lumotni o'qib beraman va suratni ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu tarixiy shaxs Venera sayyorasida atmosfera mavjudligini aniqlagan va uning tashabbusi bilan Rossiya Fanlar akademiyasi qoshida birinchi kimyoviy laboratoriyaga asos solingan. Bu Mixail Lomonosov edi. Javob to'g'ri. Hamma 6 ball olyapti, qarang. Keyingi ishtirokchimiz Sayra Janadilova. Ana endi navbat so'nggi ishtirokchimizga yetib keldi, Sayra Janadilova. Sayraxon, sizda tanlov imkoniyati menimcha yo'q, faqat 4-raqamli katakcha to'g'ri keldi sizga. Marhamat. Ushbu tarixiy shaxs hukmdor bo'lishi bilan birgalikda bastakorlik va badiiy ijod bilan ham shug'ullangan. Keyingi ma'lumot. Keyingi ma'lumot. Ushbu tarixiy shaxs Feruz taxallusida ijod qilgan. Menimcha topsangiz kerak, qiyin emas. Muhammad Rahimxon 2-chi. Xiva xoni. Xivaxon. Qabul qildik, aniq javobga o'tamiz. Dastlab Arab Muhammadxon madrasasida tahsil olgan bu tarixiy shaxs davrida tarjima maktabiga asos solingan va arab va fors tillaridan adabiyotlar tarjima qilingan.
suratda ko'ramiz. 1871-yilda ko'hna Arq qarshisida o'zining nomi bilan ataluvchi 2 qavatli madrasa barpo ettirgan. Muhammad Rahimxon II Feruz taxallusida ijod qilgan. Qizig'i shundaki, boshqalardan farqli ravishda siz anchagina yaxshi natija ko'rsatdingiz. Oxirida 8 ball. Biz esa natijalarni umumlashtiradigan vaqtga yetib keldik. Ya'ni, diqqat qiling, umumiy natijalar. Birinchi o'rinni 36 ball to'plagan Asomiddin Toshpo'latov egalladilar. Hali hammasi oldinda degan edim birinchi raunddan keyin va Asomiddin aynan 5-o'rindan mana 1-o'ringa chiqib oldilar. Ikkinchi o'rinni esa Murodbek Elmurodov egalladilar. Ular 32 ballga ega chiqdilar. Albatta bu yomon natija emas. 3-o'rindagi Firdavs Shavkatovda 30 ball. Keyingi 2 ishtirokchimiz bir xil ball to'plashdi, ya'ni 2ta 4-o'rin bor bizda. Sayra Janadilova hamda Dilmuhammad Nosirjonov. Har ikki ishtirokchimiz ham 28 balldan jamg'arishdi. Hurmatli bilimdonlar, albatta bu ballar nisbiy, bu ballar sizning bilimingizni to'liq ko'rsatib bera olmasligi mumkin. Kimdir nimandir yoddan chiqargan, kimdir eslolmagan yoki hayajonlangan bo'lishi bu tabiiy. Albatta bu ham hayotingizdagi bir bosqich, chunki inson o'z bilimlarini mana shunday sinovlarda toblab turishi kerak. Ishtirok uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Endi marhamat, navbatni sizga beramiz. Ya'ni bugungi ishtirok yakunida yaqinlaringizga salomlar yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Firdavs, marhamat, sizdan boshlaymiz. Avvalambor men ota-onamga salom yo'llamoqchiman. Otamga, onamga, shu yergacha kelishimga ota-onamlar sababchi, ustozlarim, shu yergacha kelgan barcha qarindoshlarimga, meni taniganlarga hammasiga salom yo'llamoqchiman. Rahmat aytamiz sizga ham. Murodbek Elmurodov kimlarga salom yo'llaydilar? Avvalambor sizlarga ham rahmat aytmoqchiman Evrika ko'rsatuvini tashkil qilganingiz uchun va shu yergacha yetib kelishimizda bizga bilim berib, maktabdan tayyorlovlarda bilim bergan har bitta o'qituvchimizga, ustozlarimizga rahmat aytmoqchiman va universitetimizdagi ustozlarimizga ham kattakon rahmat aytaman. Ota-onamga shu darajaga yetkazguncha bo'lgan harakatlar uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Albatta ularga qancha rahmat aytsangiz arziydi, chunki ota-onalar har doim farzandlari uchun mashaqqat chekadilar va ularning komil inson bo'lib yetishishlariga sababchi bo'ladilar. Sayra Janadilova kimlarga salom yo'llaysiz? Marhamat. Ustozlarim va ota-onamga salom yo'llamoqchiman. Sog'lik, omonlikda, yaxshi kunlarda uyda ko'rishguncha deymiz. Salomat bo'ling. Dilmuhammad, marhamat. Avvalo ko'rsatuv tashkil qilgani uchun kattakon rahmat. Bizni taklif qilganliklari uchun ham. Men birinchi o'rinda buvim va ota-onamga, shu qatorda ustozimga va 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining barcha ustozlariga va Abror Abdurazzoqov va Odil Madaminov, Mulladash Muzaffar ustozlarimga alohida minnatdorchilik bildiraman va salomlar yo'llab qolaman. Sizga ham rahmat aytamiz va endi bugungi o'yin g'olibiga yuzlanamiz. Asomiddin, g'oliblik muborak bo'lsin. Va albatta bu g'oliblikda sizni tarbiyalagan insonlarni, qolaversa ustozlaringizning ham hissasi bor. Siz kimlarga rahmat aytasiz, kimlarga salom yo'llaysiz? Avvalo meni shu Oyna jahon orqali ko'rib turgan barcha Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Kusha mahallasidagi meni bilgan, taniganlarga salom yo'llayman. Meni shu darajaga olib kelishiga sababchi bo'lgan ota-onamga, ustozlarimga rahmat aytaman. Ayniqsa meni o'zi o'qitgan, ham tog'am, ham ustozim bo'lgan Usanov Shuhrat ustozga kattakon rahmat aytaman. Albatta aynan ularning yordamlari bilan siz g'olib bo'ldingiz desam, menimcha qarshi bo'lmasangiz kerak. Ustozlar albatta sizning kamolotga yetishingizda asosiy sababchilardan hisoblanishadi. Kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishingiz uchun albatta o'qishingiz, o'rganishingiz kerak. Olingan bilimlarni takrorlab turishingiz kerak. Vaqti bilan sinovdan o'tkazib turish ham zarar qilmaydi. Bugun Evrika Intellektual shousi sizga mana shu imkoniyatni taqdim etdi. Hurmatli bilimdonlar, tashrif uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusidagi rejalaringizga esa muvaffaqiyatlar tilaymiz. Muhtaram teletomoshabinlar, mana Evrika Intellektual shousining yana bir soni o'z poyoniga yetib bormoqda. Albatta ko'rsatuvimizda qatnashish istagida bo'lganlarni hamkorlikka chorlaymiz. Buning uchun bizga murojaat qiling. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, omon bo'ling.